What's up guys, welcome back to our channel. Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan yana Timur Malik va bizning Opus Learning Center kanali. Xush kelibsiz. Bugun biz Essential Phrases rubrikasi bo'yicha yana yangi ibora sizga tayyorladik. Bugungi bizi ibora The Elephant in the Room bo'ladi. The Elephant in the Room. Bu ibora, idioma, ingliz tilida metaforik idioma hisoblanadi. Ya'ni ma'nosi shundan iboratki, qanaqadir katta, ulkan yoki umuman qanaqadir muhim mavzuni yoki umuman olganda qanaqadir bahsli savolni insonlar bila turib, undan xabardor bo'lib turib gapirmasligi, ya'ni payqamasligi. Ya'ni insonlar buni gapirmasligining sababi shu bo'ladiki, qanaqadir noqulaylik tug'dirishi mumkin yoki shaxsiy masala bo'lishi mumkin yoki qanaqadir siyosiy masala bo'lishi mumkin yoki xavf tug'diradigan holat bo'lishi mumkin. O'shani hisobidan insonlar buni bilsa ham payqamaslikka harakat qiladi va bu haqda umuman gapirmaslikka ham harakat qilishadi. Ayni shu holatlarda bu ibora ishlatiladi. To'g'rirog'i ma'nosi xuddi shu ma'noni beradi. Ya'ni ma'lum bir mavzuni, ma'lum bir odamlar bilgan holatni, barcha bilgan holatni payqamaslikka harakat qilish va bu haqda hech qanday mulohazalar qilmaslik. The Elephant in the Room. Endi bir juda qiziq faktga men e'tibor berishlarini xohlardim. 1814-yilda Rossiyani rus shoiri va rus masalchisi Ivan Krylov tomonidan yozilgan o'sha qiziquvchan degan masala bo'lgan. O'sha masalada u bir insonni tasvirlab beradi. Ya'ni muzeyga boradi u inson, mayda-chuyda narsalarga e'tibor beradi, lekin o'sha yerdagi filga e'tibor bermaydi, ya'ni payqamaydi. Shu holatni, ayni shu masaladan kelib chiqqan deyshadi. Aytilishicha shu masaladan keyin bu maqol sifatida ishlatilgan va hattoki Dostoyevskiyning Besi degan romanida Belinskiyni xuddi shu Krylovdagi qiziquvchan ya'ni masaladagi insonga o'xshatadi. Xuddi o'shanga o'xshagan deb yozadi. Dostoyevskiy o'zini o'sha romanida Belinskiyni o'xshatish davomida o'sha Krylovning qahramoniga o'xshatadi. Endi esa biz sizlarga yana kichik bir sahna ko'rinishini tayyorladik. O'ylaymanki, bundan keyin yana ham sizga qiziq bo'ladi, yana ham tushunarli bo'ladi. Shuning uchun biz bilan qoling. Ketdik. So, dinner is served. Smells interesting. Oh, thanks. This is my special recipe. Okay, but are we just gonna ignore the elephant in the room? What elephant? This pillow is viscous, bro. I might have used regular rice instead of Devzura and maybe a little too much water. That's not a twist, that's a crime. Enjoy your meal. I'm calling mom. Bizning videomizni barcha oxirigacha ko'rgan insonlarga kattakon rahmat. Obuna bo'lish yodlaringdan ko'tarilmasin. Like bosamiz agar videolar yoqayotgan bo'lsa. Ko'rishguncha xayr, kattakon rahmat va guys, stay on track.